Xulqlarning eng tamomiysi Rasululloh, amallarning ziynatlisi go'zal axloq. Bismillahirrohmanirrohim. 15 hadisimiz. Ana Aisha radhiyallohu anha عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام متفق عليه. Oysha radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. U kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki deb rivoyat qilyaptilar. Kullu sharobin askara, ya'ni har bir mast qilgan har bir ichimlik bas u nima haromdir. Xo'p, bu yerda demak har qanday mast qilgan ichimlikda harom ekanligi aytilyapti. Oysha radhiyallohu anhu haqida biroz ma'lumot beramiz. Oysha radhiyallohu anhu hammamiz bilamizki, bu kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ayollari, ummahatul mu'minin, mo'minlarning onalari hisoblanadi va bu kishi ya'ni ko'plab hadis rivoyat qilgan sahobiy ayollardan va birinchi o'sha ayollar orasida birinchi bo'lib eng ko'p hadis rivoyat qilgan sahobiy ayollardan hisoblanadi. Ya'ni 2210 ta hadis rivoyat qilganlar. Hop, Hadicha onamizdan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilamizki, Savda binti Zamaga nikohlanadilar, ya'ni uylanadilar. Undan keyin Oysha onamizga uylanadilar va Oysha onamiz 7 yoshda bo'ladi. 7 yoshda bo'lganlarida nikohlanadilar va Madinaga hijrat qilganlaridan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ya'ni Badr g'azotidan keyin 2-hijriy yilda ya'ni Oysha onamiz 9 yoshda ekanliklariga va balog'atga yetgan bo'lganlarida, e'tibor bering, balog'atga yetgan bo'lganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan bir uyda ya'ni yashaganlar. Va bu narsa arablarda normal holat hisoblangan. Ana shu davrda hech kim bu narsa haqida ma'lumot qilmagan, hatto munofiq bo'lsin, Quraysh kofirlari bo'lsin. Chunki o'sha nimada 9 yoshda, ya'ni bilamizki, islomda ham shunday balog'atga yetgan har qanday qiz ya'ni turmush quradi. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham shu balog'atga yetganlarida 9 yoshlarida Oysha onamiz bilan bir uyda yashaganlar. Oysha onamiz ya'ni johiliyat davrini ko'rmaganlar, balki islomda tug'ilganlar. Otalari Abu Bakr, hammamiz bilamiz, onalari Rummon bo'lgan va bu kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan 9 yil yashaganlar. Ya'ni 18 yoshlarida beva qolganlar. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Oysha onamiz 18 yoshga yetganlarida vafot qilganlar. Hop, bu kishi ya'ni ummatga katta mudarrisa, ta'lim beruvchi faqiha ayol bo'lganlar va bu kishining ilmlari juda ham maqtalinadi. Faqiha, mufassira bo'lishlariga qaramay, dinni yaxshi tushunishlariga, insonlarga o'rgatishlariga qaramasdan, ya'ni bu kishi tibbiyot ilmidan ham xabardor bo'lganlar. Ya'ni Masruq ibn Ajda aytar ekanlarki, sahobalar orasida mushkul masalalar paydo bo'lsa, Oysha radhiyallohu anhudan so'rashardi. Ya'ni sahobalarda bir qanday bir fatvo masalalari bo'lsa, Oysha radhiyallohu anhuga borib so'rashardi bu masala haqida. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan ko'p holatlarda ya'ni vahiy nozil bo'layotgan paytlarda va ko'p holatlarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan bo'lganliklari va bu kishini zakiy bir inson ayol ekanliklarini bildiradi. Va tibbiyotdan ham xabardor bo'lganlar, ya'ni Urva ibn Zubayr shunday degan ekanlarki, Oysha radhiyallohu anhu fiqh va she'r va tibbiyotdan ya'ni juda yaxshi xabardor edilar. Ya'ni shu darajada xabardor edilarki, ya'ni hatto tabiblar ham u kishidan maslahat so'rashardi deb aytgan ekanlar. Kunyalari bilamiz Ummu Abdulloh, ya'ni Oysha onamizni kunyalari Ummu Abdulloh. Nima uchun Ummu Abdulloh bo'lganlar? Lekin farzandlari bo'lmagan ham u kishini, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytgan ekanlarki, ya'ni meni ham kunyalab qo'ymaysizmi deganlarda, ya'ni jiyaning Abdulloh ibn Zubayr ibn Avvomni kunyalari bilan kunyalan deb turib Ummu Abdulloh deb kunyalaganlar ekan. Va bu kishini yana o'sha tarqalgan mashhur ismlardan Oysha onamiz Siddiqoh ham deyilar ekan. Ya'ni Abu Bakrning qizlari, Abu Bakr radhiyallohu anhu Siddiq bo'lsalar, bu kishi shu kishini qizlari Siddiqoh deb ham nomlanar ekan. Va yana Humayro ham deb ismlanar ekan Oysha onamiz. Ya'ni yuzlari oq rang
ya'ni oq rangli bo'lganliklari uchun va arablarda mana shu yuzi oq go'zal yorug' yuz deyiladi, humayro deb aytishar ekan. Chunki mana shu humayro degani oq rangga qizil aralashgan narsani humayro deyishar ekanda. Ya'ni bilamizki, arablar ko'p ya'ni masalan qoracharoqdan bug'doy deylik, bug'doyroq bo'ladida, lekin mana shunday yuzlari oq bo'lganliklari va yuzlarida qizil aralashgan, ya'ni go'zal shaklda bo'lganliklari ifoda qilingan ekan, humayro deb nomlanganlar ekan. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarku, ey Aish deb ham chaqirgan ekanlar. Ya'ni Jibril sizga salom aytyaptilar deganda, Oysha onamiz aytadilarki, ya'ni men aytdimki deydi, ya'ni Jibril alayhissalomga ham salom bo'lsin, Allohning rahmati va barakati bo'lsin. Siz ko'rayotgan narsani men ko'rmayapman deb aytgan ekanlar. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadisda. Va Oysha onamiz haqida juda ham fazilatlar ko'p. Bu kishini fazilatlarini aytadigan bo'lsak, endi hijriy sanada, ya'ni vafotlari 50-hijriy sanada vafot qilganlar ekanlar. Hop, endi hadisdan olinadigan foydaga keladigan bo'lsak, bu hadisdan biz qanday foyda olamiz? Demak, har qanday mast qiluvchi ichimlik harom ekanligi. Demak, har qanday mast qiluvchi ichimlik nima ekan? Harom ekan. Ikkinchi oladigan foydamiz, qarang bu yerda kullu sharobin bo'lish, sharob kalimasi nima bo'lyapti? Nakira bo'lyapti. Oz, ya'ni o'sha narsa oz bo'lsin, ko'p bo'lsin farq qilmaydi. Miqdori muhim emas-da. Har qanday ichimlik oziga qarab, ko'piga qarab, ya'ni ozginachi bo'lsa ham, ko'p, oz bo'lsin, ko'p bo'lsin, nima miqdori muhim emas, balki u harom ekanligi bizga nima bo'lyapti? Ifoda qilinyapti. Hop, demak, hadisni tarkib qilamiz. كل مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو مضاف. شراب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة وهو موصوف. أسكر فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على شربك qaytadi. والجملة فعلية أسكران demek فعل dedik-ku, فعل ماضي dedik. Mana shu jumla fe'limiz askaramiz fi mahalli jar sifa bo'ladi. Askaro nima? Sharobni. Mana bu askaro jumla fe'limiz sharobni sifati bo'ladi. Sifatlar bilamizki, jumla fe'liya ham bo'lib keladi. Qarang, sharob bu yerda nakira, bu yerda askaro, buni nimasi? Sifati. Tarjima qilayotganda e'tibor bergan bo'lsangiz, har qanday mast qilgan ichimlik deb tarjima qilgan, bas u haromdir. Xo'p, bu yerdagi fa istinafiya desa ham bo'ladi, ya'ni jumlaning boshlanishi. La mahalla lahu min al-i'rab yoki al-fasiha deb aytsa ham bo'ladi. Huvaymiz ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا. demek bu mubtada ekan. حرام خبر. وجملة فعلية فهو حرام جملamiz jumla ismiya degani jumla ismiyamiz huwa haramun nima bo'ladi? Mana bu kulluni mubtada dedim-ku. Kulluga mana bu jumlai ismiyamiz xabar bo'ladi. Ya'ni al-jumla ismiya huwa haramun fi mahalli raf'in xabarul mubtadaul awwal bo'ladi. Chunki mana bu yerdagi kullu mubtadoimiz birinchi mubtadoda. Xo'p, bilamizki, xabar navlarini, ya'ni xabar, mufrat xabar ham bor, shibh xabar ham bor, jumla xabar ham bor. Jumla xabarda jumla ismiyasiga kiradi. Demak, kulluni xabari nima ekan? Huwa haromun ekan. Va fa bitta istinafiya bo'lyapti. Hop, endi kalimalarda ochiqlanishga kelsak, sharob mashrub ma'nosida, ya'ni har qanday ichilgan, mast qilgan ichimlik deyildi-ku. Askarat hul xamru, ya'ni uni nima? Xamir nima qildi? Mast qildi. Hop, uni sakron, ya'ni uni mastlik tutdi, ya'ni uni mast qildi, ya'ni aqlini ketkizdi degan ma'noda. Ya'ni bu yerda mana ay deb tafsir qilib beryapti, aqlini va idrokini ketkizdi. Demak, muzorisi yuskiru bo'ladi, ism foili muskirun bo'ladi, aqlni ketkizuvchi. Hop, demak, savollarga javob beramiz uyda. 16-hadisda o'qiymiz. Demak, ana Anas radhiyallohu anhu ani nabiy sallallohu alayhi vasallam qol la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi muttafaqun alayh.
Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilib u kishi aytyaptilar, sizlardan biringiz iymon mo'min bo'lmaydi, hattoki o'zi yaxshi ko'rgan, ya'ni li nafsihi, o'zi yaxshi ko'rgan narsani birodariga yaxshi ko'rmaguniga, ya'ni yaxshi ko'rguniga qadar mo'min bo'la olmaydi. Ya'ni sizlardan, qaytaryapman, sizlardan biringiz o'zi yaxshi ko'rgan narsani birodari uchun ham yaxshi ko'rmaguncha haqiqiy mo'min bo'lmaydi. Endi yaxshi ko'rmaguncha deyapmiz, hattoki yaxshi ko'radi, keyin undan keyin u inson nima bo'lar ekan, mo'min bo'lar ekan. Xo'p, Anas radhiyallohu anhu biza 4-hadisda bu kishi haqida ma'lumotlar berib o'tganmiz. Bu kishi bilamizki, kunyalari Ummu Hamza bo'lgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan 2282 ta hadis rivoyat qilganlar va payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xodimlaridan hisoblanadi. Agar yana ham esinglarda yana qaytarish uchun 4-hadisga murojaat qilinglar. Bu kishi haqida oz bo'lsa ham ma'lumot berib o'tganmiz. Xo'p, hadisdan olinadigan foydalar. Demak, hadisdan qanday foyda olamiz? Ya'ni haqiqiy mo'min bo'lish uchun o'zimiz yaxshi ko'rgan narsani birodarimizga ham istashligimiz bu iymonni nimasi ekan, alomatlaridan ekan. Va bilamizki, biz o'zimizga nimani yaxshi ko'ramiz? Jannatga tushishimiz uchun bizga iymon ne'matini yaxshi ko'ramiz. Aslida biz musulmon iymon ne'matini yaxshi ko'rish kerak. Demak, o'zim birinchi bo'libda birodarimizga ham iymonni, islomda ilinishimiz kerak. Ya'ni ilm o'rganganimizdan keyin insonlarni ham nima qilishimiz kerak? O'rgatishimiz kerak islomni. Yana o'zimizni hayotimizda keyingi darajadagi narsalar, masalan, nimani hayotingizda yaxshi ko'rasiz, ana shu yaxshi ko'rgan narsangizni ham birodaringizga berishligingiz, birodaringizga intilishligingiz, ya'ni o'sha narsani xohlashligingiz nima ekan? Iymoningizni alomatlaridan ekan. Xo'p, ikkinchisi, ummatni kuchi mehr oqibatda ekanligi. Qarang, bizni islom birlashtiryapti. O'zimizni yaxshi ko'rgan narsamizni birodarimizga ilinishimiz bu bir-birimizga bo'lgan muhabbatni bog'layapti ekan. Tushunarlimi? Demak, hadisda tarkibga kirishadigan bo'lsak, bu yerda hadis tarkib qilmadim shekilli. Subhanalloh. Juda hadisda tarkib qilmaganga o'xshayapman. Bu yerda qildim hadis tarkibini. Qildim, xotirladim. Demak, bu yerdan tarkib qilib ketaman. Bu yerlarda tarkib qilmayman, oldingi hadislarga o'xshaydi, shuning uchun tarkib qilmayman, faqat hadisni o'zini tarkib qilyapman. Demak, tarkib qiladigan bo'lsam, bu yerdagi la emas, harfi nafiy bo'ladi. Mabni ala sukun la mahalla lahu min al-i'rob yu'minu emas. demak, af'ala yuf'ilu babdan yu'minu fe'l mudori marfu va alamat raf'ihi dammatu zahira va fa'iluhu ahadukum, ahadu fa'il marfu va alamat raf'ihi dammatu zahira wa huwa mudaf, kum damir muttasil mabni ala sukun fi mahalli jar mudaf ilayhi. Hatta emas, ya'ni muzori fe'lida nasb qiluvchiga kiradi va bunda an yashirishlik nima? Andi yashirishlik vojibida. Andi yashirishlik joiz bo'lardi. Demak, eslatib o'taylik. Andi yashirishlik joiz holati bor, joiz va vojib holati bor. Hop, vojib holati bor. Hop, joiz holati lamut ta'lilda, lamut ta'lil. Yana ham kengroq ma'lumot olmoqchi bo'lsanglar, tuhfat sanida buni tushuntirib o'tganmiz. Shunga murojaat qilishinglar mumkin. Vojib holatlarichi 5 teda: lamul juhud, hattadan keyin mana o'zimiz hozir ko'ryapmiz, fa sababiyadan keyin, vavul ma'iyyadan keyin va avdan keyin. Demak, bu yerda hattadan keyin andi yashashlik vojib. Hatta an bo'lib ishlatilmaydi hech qachon. Hattadan keyin fe'l muzori kelsa, demak mana shu unga an yashiringan mudmaroyimiz nima bo'lyapti? Muzori fe'limizni hop, nasib qilyapti. Va bu yerda hattayimizni nima deymiz? Harfu g'oya deb aytamiz. Harfu g'oya va jar mabni ala sukun la mahalla lahu min al-i'rob. Yuhibba esa fe'l mudori mansub bi an deymiz. Mansub bi nima ekan? Mansub bi an bilan mansub bo'lgan mudori fe'li mudmaro, ya'ni yashiringani ba'da hatta deb aytamiz. Ya'ni qaytarib aytyapman, fe'l mudori mansub bi an mudmaro ba'da hatta va alamatu nasbihi al-fathatu az-zohira. Tushunarligi? والفاعل ضمير مستتر تقديره هو emas, nimaga qaytadi? Yaud ila ahaduga qaytadi, ahadukumga qaytadi. Xo'p, li axihi, bu yerdagi li axihidagi lamimiz harfu jar mabni ala kasr bo'ladi. La mahalla lahu min al-i'rob. Axi kalimamiz ism majrur bil lam va alamatu jarrihi al-ya. Nima uchun? Li'annahu min al-asma'ul khamsa va huwa mudaf hisoblanadi.
demak majrur bo'layotgan lam bilan va jarda alomati ya, chunki u nima asmaul xomsadan va huwa mudof va bu yerdagi al haymiz domir muttasil mabni ala al kasr fi mahalli jar mudof ilayhi. Ma emizchi narsani deb aytdikki ism mavsul hisoblanadi. Mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Nimaga? Chunki o'zi yaxshi ko'rgan narsani dedik. Hop, nimani maf'ulun bihisi? Yuhibbuni maf'ulun bihisi. hop demak ism mavsul mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Yuhibbu فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة والفاعل ضمير مستتر تقديره هو لنفسه هنا تركيب قيد مساك لي بيردم حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب يعني لام مزال حرف جر وليبدأ نفس كلمة مزيسة اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة الظاهرة وهو مضاف الحاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه bo'ladi. Hop, hadis tarkib qilib oldik. Demak, kalimani kelgan kalimalarni ochiqlanishi kelyapti. Bu yerdagi a bilan tushuntirib beryapti. Aslida mana a mana bo'lgan. Mana aslini aytyapti-da. Muzorisi yu'minu bo'lar ekan, demak. Qalamim boshqacha yozyapti. Hop, va ya'ni buyrug'i amin bo'ladi. Bu fe'limiz af'ala yuf'ilu bobidan masdari imanun bo'ladi va uni ismi foili mu'minun bo'ladi. Hatta, demak, hatta bittaga ayt ta'sir qilib beryapti ila ma'nosida. Ya'ni hatta nima ma'nosida? Ila ma'nosida. Masalan, aytasanki ijlis huna hatta arji. Bu yerga o'tirganki, hattoki nima qaytgunimga qadar. Qarang, ila ma'nosida beryapmiz-da, tarjima qilyapmiz. Qaytgunimgacha o'tirgan. Hop. Bu yerda xato bor. Intazir bo'lish kerak. Mana shu intazir hatta ashrabal qahvata, kutib tur, hattoki qahvani ichgunimga qadar nima kutib tur. La takhruj min al-fasli hatta tasma'al jarasa. Sinfdan chiqmagan, hattoki nimani qo'ng'iroq ovozini eshitguningcha. Ya'ni eshitmaguningcha-da. Biz eshitguningcha deyapmiz. Bitta bitta qatdan olyapsiz. Masalan, nafi yo'q-ku deyishingiz mumkin, lekin biz o'zbek tilida tarjima qilganimizda qo'ng'iroq ovozini eshitmaguningcha deb aytamizda. Arablarda unday emas. Hatta tasma'al jarasat, ya'ni hozir bitta nima deydi, tarjima qiladigan bo'lsam, bitta aslida qo'ng'iroq ovozini eshitguningga qadar sinfdan nima chiqma deyilyapti. Lekin biz o'zbek tilimizda eshitmaguningcha ham deb aytamiz. Uni muzorisi, demak, al-fi'l mudori ham bu yerda hattadan ketyapti. Ya'ni muzori fe'li nima bo'ladi? Mansub bo'ladi deb aytilyapti. Aytganimizdek, an bu yerda nima qilingan? Yashiringan va yashirishlik vojib. Hop, ahabba yuhibbu. Ahabba yuhibbu. Bu yerda uhibbulloha va rasulahu. Allohni va rasulini yaxshi ko'raman deyilyapti. Uhibbu ummi va abi, ota-onamni yaxshi ko'raman, onamni va otamni yaxshi ko'raman. Hop, savollarga javob berasizlar inshaalloh. Bu uyga vazifa bo'ladi sizlar uchun. Bular tarjima qilmayapman, chunki oson jumlalar va oldingi o'tilgan hadislarga o'xshab ketadi. Ya'ni hadisda muhaddisini aytgan, sahobiysini aytgan mana shunaqa savol javoblik mavzular. Hop, sizlarga bir savol beraman. Mana shu takror darsda so'raladi. Ya'ni hadis bizga nimani ta'kidlayapti bu hadis? Ya'ni o'zingizga yaxshi ko'rgan narsani, ya'ni birodariga yaxshi ko'rmaguncha mo'min bo'la olmaydi sizlardan biri deyilyapti-yu. Mana shu yerda hadis bizga nimani ta'kidlayapti? Bu birinchi savol. Ikkinchi savolim, ya'ni yaxshilik qilish uchun, ya'ni yaxshilik qilish demoqchiman. Ya'ni yaxshilik qilish nima uchun bizga muhim hisoblanadi? Hop, yana keyingi savolim shuki, biz qanday holatda shu hadisga amal qilamiz? Qaysi holatlarda biz shu hadisga amal qilamiz? Mana shu 3 ta savol inshaalloh takror darsida nima qilinadi? So'raladi. Ya'ni o'zingiz bir ochiqlab bering tushunganingizcha. 17-hadisimiz kichkina hadis bo'lgancha yana qo'shib beryapman. 17-hadis. Anas radhiyallohu anhu nabiy sallallohu alayhi vasallam qol: "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Muttafaqun alayh. Anas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilyapti. Kishi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam rivoyat qilib aytdilarki, demak, bu yerda Anas radhiyallohu anhu keluvdilar. Demak, bu yerda ham daqiqa tushib ketib qoldi.
bu yerda ham Anas roziyallohu anhudan nima qilyapti, rivoyat qilinyapti. Sizlardan biringiz, men unga validihi, ya'ni ota-ona nazarda tutilyapti, ota-onasidan ham, farzanddan ham va insonlarni barchasidan mahbubroq bo'lmagunimga qadar, ya'ni bo'lgunimga qadar yoki bo'lmagunimga qadar sizlardan biringiz nima bo'lmaydi, mo'min bo'la olmaysiz deb aytilyapti. Qarang, bu yerda ham shart qo'yilyaptiki, ya'ni siz iymon keltirgan bo'lmaysiz. Iymon keltirgan bo'lmaysiz, hattoki men unga otasidan ham, bolasidan ham va insonlarni barchasidan mahbub bo'lmagunimga qadar sizlar iymon keltirgan bo'la olmaysizlar. Ya'ni Allohga iymon keltirdim deysizlarda, lekin iymon keltirishni sharti payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni barcha o'sha ota-onamizdan ham, ya'ni maxluqlar ichida demoqchiman, otasidan ham, farzanddan ham va insonlarni barchasidan mahbub, ya'ni ko'proq yaxshi ko'rsak, keyin iymon keltirgan bo'lamiz. Tushunarlimi? Bu yerda bizga hadisdan nima foyda olyapmiz? Anas roziyallohu anhu haqida aytmayapmizki, undan oldingi nimada aytib o'tdik. Hop, hadisdan qanday foyda olyapmiz? Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbat iymonning belgisi. Birinchi olgan foydamiz nima ekan? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbat iymonning belgisi hisoblanadi. Bu muhabbatni qanday ko'rsatamiz? Qanday amalga oshiramiz? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbatimiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni tanish bilan bo'ladi. Ya'ni taniganimizdagi sunnatlarga ergashishlik bilan bo'ladi. Va u zotga, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salovat aytishlik bilan bo'ladi va axloqlarini o'zimizga namuna qilishlik, ya'ni hayotimizga namuna qilib tatbiq qilishlik bilan u kishiga bo'lgan muhabbatimiz nima bo'ladi, amalga oshadi. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yaxshi ko'raman deymizda, lekin sunnatlarga ergashmasak, bu kishini tanimasak, siyratlarini o'qimasak, hayotimizga tatbiq qilmasak, demak bu muhabbatimiz yolg'on bo'ladi. Inson yaxshi ko'rgan insonini taqlid qiladi, to'g'rimi? Bizni taqlid qiladigan kishimiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bo'lishi kerak-da. Nima uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yaxshi ko'ramiz? Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Allohning rasuli bo'lganliklari uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'ramiz. Hop, shu uyga vazifa bo'lib qolsa biz uchun, inshaalloh. Demak, bu hadisni o'qib o'rganib yodlaganimizdan keyin bir sunnatni ihyo qilaylikki, mana shu hayotimizga tatbiq qilaylikki, bizni bir ya'ni mana shu nima deydi, mana shu muhabbatimizni bir isboti bo'lsin. Hayotimizda demak qanday yashashni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'rgatganlarda, u kishini axloqlari Qur'on bo'lgan. Ya'ni Qur'on bilan xulqlanganlarda. Demak, biz uchun bir misol, hayotiy bir misol payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotlari. Demak, u kishini hayotlarini o'rganishimiz kerak, tanishimiz kerak. Tanigandan keyin inson nima bo'ladi? Yaxshi ko'rib qoladi va iqtido qilishni boshlaydi. Xo'p, demak, hadisning tarkibiga kirishamiz endi. Chiroyli. Hop, bu yerda tarkib qilingan, oldingi hadislar tarkib qilingan, qaytar aytib o'tyapman. Bu yerda demak la harfu nafi mabni ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab يؤمن في المضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة أحدكم وفاعله أحد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو مضافكم في محل جر مضاف إليه ضمير متصل حتى حرف غاية مبني على السكون لا محل له من الإعراب أكون في المضارع ناقص منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى علامة نسبه الفتحة ظاهرة. bu yerda akun ismi nima bo'ladi? Ana domir mustatir bo'ladi. أحب خبر أكون منصوب علامة نسبه الفتحة الظاهرة إلى حرف جر مبني على السكون والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر وجر مجرور متعلقان أحب بأحب، يعني والجر والمجرور متعلقان بأحب من حرف الجر لا محل له من الإعراب. والدي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهر وهو مضاف. الحاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه وهو حرف عطف. والده معطوف على الوالد ولده يعني مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهر وهو مضاف. الحاء مضاف إليه في محل جر وحرف عطف. الناس كلمة مس اسم معطوف على والد ويقارب يقصي بقول لك
validihiga majrur va alamatu jarrihi al kasratu zohira bo'ladi. Ajmain kalimamiz ta'kid. Qanday ta'kid? Ta'kid ma'naviy hisoblanadi. Nimaga uchun? Chunki ta'kid bilamizki, lafziy ta'kid bor va ma'naviy ta'kid bor. Ma'naviy ta'kidlarda bir nechta ismlar keladi. Lafziy ta'kidlarda lafzdan ta'kid qiladi. Bular nahvu qoidalarida o'tiladi. Hop, ajmain ta'kid ta'kidlanyapti chunki ma'naviy, ammo ma'naviy ta'kid. Hop, majrur va alamatu jarrihi aliya li'annahu mulhaq degani. Li'annahu mulhaq bi jam muzakkar salim hisoblanadi. Jam muzakkar solimga mulhaq hisoblanadi. Va bu yerda ham yo'qdi. Tarkibda aytib bo'ldim inshaalloh. Hop, kalimalarda ochiqlanishi al-valid deganda al-ab deyilyapti. Ota degani deyilyapti. Valad farzand. Kullu ma wulida li ahadin saghiran kana am kabiran yutlaqu ala zakari wal unsa. Demak, valad kalimasi har bir tug'ilgan, kichkina bo'lsin, katta bo'lsin, bir kishiga aytiladiki, u mutlaq ishlatiladi. Erkakka ham, ayolga ham ishlatiladi. Uni demak al-jam'da nimasi ajmain bo'ladi. Aytasanki hadaratullah, bu ajmain deganimizda, ajmaun deganimizda hadaratullah ajmaun, talabalarni barchasi hozir bo'ldi deyapmiz. Hop, sa'alal mudarrisu tullaba ajmain. Hop, bu yerda e'tibor bergan bo'lsak, ajmaun kalimasi tullab ko'plik bo'lgani uchun ajmaun ishlatilyapti va rafta alomati bitta vav bo'lyapti. Hop, sa'alal mudarrisu at-toliba mansub bo'lyapti va ajmain bo'lyapti. Nasb alomati bitta ya. Hop, haza min al-fati ta'kid, va bu ta'kidli lafzlardandir. Hop, savollarga javob beramiz uyda inshaalloh. Demak, darsimiz mana shu yergacha. Xato kamchiliklarimizni Robbim kechirsin. Subhanakallohu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatulloh. eng afzali go'zal axloq